Hop, assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan o'tgan darsda davomi, ya'ni standard deviation modelini davomini ko'ramiz. Bugungi mavzuyimiz biza Power of Three, ya'ni AMD modeli bilan birgalikda ishlatiladigan standard deviation modeli hisoblanadi. Hop, bugun mana shu mavzu haqida gaplashib o'tamiz. Hop, AMD modelini o'tganman, agar esinglarda bo'lsa, bizda phase bo'ladi. Birinchisi bu accumulation, ikkinchisi manipulation va distribution holati bo'ladi. Bu accumulation. Bu bizda buy varianti, ya'ni narximiz akkumulyatsiya bo'ladi. Undan keyin fake breakout buzib o'tib, bu fake breakout manipulation hisoblanadi. Undan keyin narx razvorot berib va distribution faziga o'tadi. Hop. Bu sell ko'rinishi xuddi shunday bo'ladi. Ssenariy bilan bir xil, chap tarafdagi bilan akkumulyatsiya bo'ladi narx va range'da fake breakout qiladi. Fake breakoutdan keyin MSS, razворот va ozgina qaytib distribution уже davom etib ketadi. Hop. Endi mana accumulation distribution'da mana bu bitta candle ko'rinish variantini ko'rsak. O'zi bu candle pulli candle emas. Pulli candle hamma candleda ham AMD, ya'ni bo'ladi Power of Three. Power of Three degani mana shu, masalan, candle bu yoqda ochiladi, low yasaydi, undan keyin tepaga high yasab yopiladi. Bu bizda Power of Three bo'ladi. Ya'ni accumulation bo'lib ochiladi, manipulyatsiya qiladi, manipulyatsiyadan keyin bizda vision berib, ya'ni candle pastga yurmoqchi bo'lsa o'sha yerga yurib, high yasab, shu bilan yopiladi. Buni 4 soatlik, o'zi man sizlarga maslahat beradigan time frame'larim minimum 1 soatlikdan boshlash kerak. Maksimum 1 soatlikdan boshlab kun bilan tepaga qarab ketishinglar kerak. 1 soatlikdan pastga tushsanglar ancha adashib ketasiz, qiyin bo'ladi. Eng yaxshisi 1 soatlik, 4 soatlik. O'zi 4 soatlik zo'r, 1 soatdan ko'ra 4 soatlikni ham maslahat beraman. Endi agar o'rganib savdo qilmoqchi bo'lganlarga ko'proq time frame maslahat beraman. Haftalik bilan kunlik. Man sizlarga time frame alignment'ni o'rgatganman. Agar esinglarda bo'lmasa yana bir gap o'tamiz. Birinchisi bu bir oylik candle. Bizda bir oylik candle bor. Bir oylik candle'da biz nima qilishimiz kerak? Time frame'ga tushamiz. Bir kunlik time frame'ga tushamiz. Endi bir haftalik time frame'da biz 4 soatlik time frame'ga tushamiz. Mana endi bir kunlik time frame'da biz birga. Mana endi 4 soatlik time frame. 4 soatlik time frame'da biz M15 5 minutlik time frame'ga. Endi oxiri nima shu oxirgi soati 1 soatlik time frame'da bunda уже 5 minut. 5 minutlik time frame'ga tushib, mana candle'larda masalan 1 oylik candle mana bunaqa bo'lsa, bu 1 kunlik candle ko'rinishida bo'ladi. Agar bir haftalik bo'lsa, bu 4 soatlik. Candle bo'lsa, bu 4 soatlik candle'larning range'ida yurib. Bir kunlik bo'lsa, 1 soatlik. Shunday degan umiddaman. Mana xuddi shunaqa holatda sizlarga maslahat beraman ishlashni. Buni esdan chiqarib qo'yinglar. Bu sizlarga ancha kerakli bo'ladi. Hop. Mana endi bizda AMD modeli bilan standard deviation'da qanday ishlatamiz? Hop. Bizda masalan AMD modeli bo'ldi va mana ko'ryapsizlar, mana yerda fake breakout qilib, undan keyin bizga qanaqadir key levelga tegadi. Bizda har xil bo'lishi mumkin. Masalan, o'zi ko'proq maslahat beradiganim, manipulyatsiya qilsam, bu qanaqadir key leveldan qaytsa yaxshi bo'ladi. Masalan,
Hop. De qanaqadir keylerimiz bor, deylik PVG. PVG nuqtamiz bor. Bizga PVG kelmasidan oldin akkumulyatsiya berilsa, bu zo'r ideya bo'ladi. Ya'ni ham trendimiz bayda, ham accumulation berdi. Ana keyin buyuk berekatli manipulyatsiya bo'lsa, ko'pchilik sellga ketadi deb o'ylaydi. PVGdan razvorlik olib, ertaga distributsiya kuzatsa bo'ladi. Mana shuni yaxshi. Shunday maytda ham iloji bor. Deylik PVG. PVG nuqtamizga narx kelib turib, razvorlik beryapti. Razvorlikdan keyin biz standart deviation tortib, keyin foydalansak bo'ladi. Hozir mana eng misol ko'rsataman. Standart deviation tortilgan ko'rasiz. Bizdan keyin bir nuqtamiz mana bu joyda mana bir nuqtamiz bor. Pastda bir nuqta va nol nuqta yo'q masalan. Lowdan bu highga tortiladi. Undan keyin mana projection'larni ko'ryapsiz. minus -4,5 cheklagacha targetga ushlasak bo'ladi. Bu ayni bilan standard deviation birgalikda variant. Ko'rasizmi? 4,5 dan narx urib close beryapti. Ya'ni high mashgacha tushyapti. Bu degani 4,5 ga high chiqadi. Ya'ni finalda o'ylamanglar-da. 4,5 -4 kelsa bo'ladi, pulli high switch'an high yasal degani emas. Unga yetmasdan pastga ketib olishi ham bir holat bo'lishi mumkin. Bu -2 va 2,5 orasidagi ikki leveldagi bog'liq. Hop, ana endi sizlar bilan misollar ko'ramiz. Hop, sizlar bilan misol ko'ramiz. Bizda Nasdaq parasi 5 minutga chart. Bizda mana bu joyda high'imiz joylashgan. Kuzatamiz. Mana shu high'dan keyin agar akkumulyatsiya manipulation qilsa, shundan foydalanib ko'ramiz. Hozir mana narx bizda chiqyapti tepaga qarab. Hali bizda yechmadi high'ni. Siz ko'rasizlar, accumulation boshlangan. Mana accumulation boshlangan. Accumulation boshlangan. Fake breakout qilamiz va bizga MSS kerak bo'ladi. Mana hozir bizda fake breakout bor. Endi mana bu high'da olib qo'yganlar. Ko'rasizlar, bu Nasdaq parasida New York Killzone'da Nasdaq yaxshi yuradi. O'shaning uchun ko'proq Nasdaqda ishlamoqchi bo'lsangiz, New York Killzone'ga qaraganlar. Ya'ni asosiy yuradigan yaxshi vaqtlari 8:30 dan boshlanadi. New York vaqtida 8:30 dan уже bizda ochilish ya'ni bor. Ana o'shandan boshlanadi. Hop, mana 8:30 dan ochilib, yaxshi yurishni boshlaydi. Endi 9 soatlikda mana shu 9:30dagi candleda ham kuzatsanglar bo'ladi. Mana shu ham yaxshi bizga yana yurishni taqdim qiladi. Hop, bizda hozir mana bu holatga qarasa fake breakout bo'ldi. Ana endi bizga MSS low tutsak ham bo'ladi yoki xohlasak oxiri swing low'ga ham qo'ysak bo'ladi. Hozir bizda qaytish mana shu buzuv ham o'tdi. Hop, ko'ryapsizlar, narx yurgan. Mana shu yurishdan keyin уже narx bu degani, ya'ni kuchli anaqaga tayinlanmoqda yurishga. Shuning uchun bizda bozorda kuch yo'q, ya'ni kuch yig'yapti yaxshi yurish uchun. Bizda mana bu joyda accumulation va mana ko'ryapsiz. Fake breakout bo'ldi. Mana endi biz nima distribution kutamiz. Order block mavzusiga qaytsak, order block mavzusi bilasizlar, mana bu joyda buzuv bo'libdi. Demak, ozgina ishlatdi. Mana shu order block bo'ladi. Hop, limit chetdan qo'ysak ham bo'ladi. Bu joyga ana endi targetim qaytdi.
Station tortgandan keyin ko'rinadi. Tortdim, birda tepaga, nolni pastga qo'ydim. Bizda mana -2, mana bu joyda low bor. Hop, targetimiz kelinglar, javob bu yoqqachon qo'yaylik. Unda mana yuribdi. Dinamitkani olib, mana manimcha ham u bitta bizda ham aytdi, lekin yana bitta o'rgatuvchi bor. Baribir targetga qo'yib qo'yamiz. Oh, hozircha reaksiya yaxshi. Mana shu o'rta blok manimcha ushladi. Mana shu mana limitkani pastga qo'ysak ham targetga olar ekan. Yana qo'yamiz. Urar ekan. Ko'ryapsizlar mana bizda sodda mekanика, ya'ni flashimiz, manipulyatsiya, MSS bor, standard deviation, order block kiritimiz uchun. Bu joyda agar SMT bo'lsa ham ancha yaxshi bo'ladi. Hop, ana endi keyingi misolga o'tamiz. Hop, bizda keyingi misolimiz. Keyingi misol bizda bu sessiyalar orasidagi AMDda bo'ladi, ya'ni hozir Asia Session Simulation holatida ko'ryapsizlar. Range bizda London sessiya qilib manipulation qilishni istamiz. Buyoqda bizda yetarlicha hayli bor chiqish uchun targetga. Agar selga kelsa kiritamiz. London sessiya. Burada mana ko'ryapsiz, fake breakout уже. Mana bu joy range. Fake breakout. Hop, ana endi o'ziga MSS bu joyda bo'ladi. Pastqi standart rasmiy 2,5 nuqtalar. Bu yerdagi haylaga to'g'ri kelyapti. Tahayimiz bor. Bizda уже MSS bor. Fijida. Lekin agar bu Fiji ushlasa, hop, bu ushlasa agar Kingston full fill qilib ketyapti bu yoqda, ya'ni full fill. Bu to'liq to'ldirib Fijini tepaga qarab narx. Bu Fiji haliyam kuchi bor. Demak, shu narx tepaga bor ekan kichkina. Bizda Fiji ham paydo bo'ldi. Endi shu Fijidan joyiga targetga 3 kelgan. Hop,
Aha, bo'ldi. Yurgizib ko'ramiz. Biz limitgamiz ishga tushdi. Man o'ltirib ham kirsak bo'lar ekan, lekin qo'ysak, bircha 1400. Oh, yangilik chiqdimi? Onda aytdim mana Nasdaq ko'ryapsanmi 9,5. Mana shu New York Citizen'da zo'r yuradi. Payga yaqinlashib qoldi. Как раз mana shu hayda olib qaytib target urdi. Agar sal teproq qo'yganimizda 2,5 ga qo'yganimizda ham to'p urardi. Dальше. Hop, dars sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Buni o'zinglar real shartlarda praktika qilib ko'rsanglar bo'ladi yoki mana shunaqa simulyatorlarda yurgizib ko'rsanglar bo'ladi. Hop, hammaga rahmat. Ko'rganing uchun layk va podpiska bosish esdan chiqmasin.